Assalomu alaykum hammaga. Bugun mana yana bolgarskilarni ikkinchi terimini qildik. Endi bugun o'zi terganimizga 3 kun bo'ldi. Endi yengilroq terdik bugun. Nima oziqalar berganimizni ma'lumotini berib o'taman. Bugun o'tgan safargidan biroz ko'proq chiqdi. Taxminan 100 kg atrofida bo'lsa kerak. O'tgan safar endi rosa katta qilib terdik. Oldini bu safargilari maydaroq, sal shakli ham yaxshilashyapti. Borgan sari mana shunaqa qilib terdik bugun. Kattaliklar. Endi narxini 55 ming atrofida dedi. Endi kelib olganda uydan beramiz. Kelib olganda aniq chiqadi narxlari. 10-kuni terim qilgan bo'lsak, bugun 10 tur. 3 kundan keyin terim qilyapmiz. Bolgarskilarni taxlab oldik. 90 kg chiqdi. Bu safargisi. Mana bolgarskilarni topshirib, terib topshirib oldik. Terim qilingandan keyingi holatlari. Asosan endi hosilga eng oxirdagilari ham endi qo'shilib qoldi. Xudo xolasa bugungisini 3 kun ichida tergan bo'lsak, endi keyingi terimimizni bir haftada teramiz. Bu kechagi kuni kattasini terib chiqqanimizga sal o'zi rosa katta terib olgan ekanmiz. El qatori hamma teradigan qilib terib chiqdik bu safargisini. Bunga kechaginda bergan oziqamiz mana shu doktor Krop shu firma bo'lsa kerak, mana shu o'shani firmasi. o'n 50 bu asosan kalisi ko'p oziqa gel bo'ladi. Buni 15 yana qaysilarni berdik? Yana shu 3ta 25 shularni berdik. Buni ham o'sha paytda olib kelib qo'yganmiz-ku. Nima bo'lmadi hech. Bunga o'chirt kelmagandi buni berishimizga. Hosil solishlari rosa hosilga kirib ketdi-yu. Bizga endi kechasi graduslarni baland ushlay olmayotganligimiz hisobiga sal biz ko'zimizga sal sekinlashib qolganga o'xshaydi. Endi постоянно kuzatib borayotganlarga bilinishi mumkin, faqat birinchi ko'rganga bilinmaydi-yu. Bu o'sha bitta o'sha paytda so'ligani olib tashamadik, turibdi. Termizdan so'ligani. Unga fundazol quyib chiqqanmiz, menimcha to'xtadi hisob o'sha fundazoldan. Endi juda ham o'zi har joyda bitta ko'rinardi, u ham ko'rinmay qoldi. So'layotgani menimcha to'xtadi shekilli. To'xtamagan bo'lsa ham sekinlashtirib qo'ydi shu fundazol. Hosillarimiz endi faqat shu hosilini ishiradigan nima berish kerak bularga. Asosan kalisi ko'proq. Mana fosfat kaliy bilan 10-40 bor. Bu bor mana oxiri kalisi ko'prog'i. Boshidagi 15i azot, 10i fosfor, 50i kaliy. Plus 2 qo'shimchalari ham bor. Bu yana ham kuchliroq degani. Ertaga bu bolgarskilarimizga endi
lazer sepamiz. Bugun terim qoldik. Endi ertaga lazer bilan o'tgan hafta Jaguar sepuvdik. Jaguarda mana shu past tomonimizda o'zi 7 ta teplitsa bo'lsa, 7 ta teplitsaning tepa tomonidagi hamma forchkalar ochiladi. Past tomonda 4 ta forchka ochiladi va orada 3 ta forchka ochilmaydi. Mana shu forchka ochilmaydigan joyda tepasidagi mana termizini ahamiyat bermagan ekanmiz, ochmovdik. Tepalari ochiq turadi. Mashitlarni ham ochmagandik. Jaguar sepganmiz. Hech qayerda ya'ni shira-pira yo'q edi. Faqat mana shu forchkasi ochilmagan teplitsani past tomonida bitta hamta nomiga boshlab qopti shira. Bitta hamta boshlab qopti. O'shani forchkalarni sirasi ochdik. Endi lazer sepishimiz kerak edi. O'zi ancha bo'lib ketdi. Tripsga lazer sepmaganimizga. O'shanga lazerga qo'shib Jaguarda ham sep chiqamiz. Lazerdan xo'sh 100 litrga 20 gram olib kelgan bo'lsam, Jaguardan 50 gram olib keldim. Jaguar 5 gramdan sepiladi. Lazerda 2 gramdan seping dedi. Endi men o'ylab o'tiribman, 3 gramdan bo'lsa ham yaxshi bo'ladi, menimcha. Tushmagan u. Endi oldini olib sepyapmiz. O'zi doimiy dorichi aytibdi. Lazer doimiy sep turilsa, misol bir haftalarda sepiladigan bo'lsa, 10 kunlarda sepiladigan bo'lsa, doimiy sepiladigan bo'lsa 1 gram ham ta'sir qiladi dedi. Endi u dorichilarning aytgani. Bilmadik, biz tavakkal qilmaymiz. Shu dozasini sal yaxshiroq qilib sepamiz. O'sha paytda misol bir hafta 8 kun atrofida sepiladigan bo'lsa, o'sha paytiga yo oziqa yo boshqa dori sepiladigan bo'lsa, 4-5 kun razniya o'tib ketib qoladi. U 1 gramdan ta'sir qilish kerak bo'lgan narsa ta'sir qilmay ham qolishi mumkin keyin. O'shaning uchun dozasini shu 2 gram yo 3 gram qilib sepaveramiz. O'tgan safar 4 gramdan beruvdik. Lazerda bularga ancha bo'lib ketdi, unga ham bir oy bo'lib qoldi shekilli. Bir oydan ham oshmagan bo'lsa, bir oylar atrofida bo'lib qoldi. Hosili ushlashlari yaxshi. Hosil etaplari yaxshi ketyapti. Endi mana shu oxirgi tomonlar ham endi mana bu haftasiga yaxshi qo'shilib qoladi hosillari. Uncha bir 10 kunlik orqada edi baribir. Mana shu sovuq bo'ladigan joylar asosan gullashlari, hosil ushlashlari yaxshi. Mana shu ozgincha joy qoldi, endi baylab qo'ysak shularni. Bular bir haftalarda qo'shilib nariyoqqa sal yordam bersa. Eng sovuq joyi mana shu. Chunki bu yerda eshik bor, постоянно ochiladi. Постоянно tinmay ochilib turadi. Har 1 soatda, 2 soatda ochamiz, shuni hisobiga ham eng sovuq joylarimiz mana shu holatga kelgan. Ozuqalarga qanaqa ozuqa berishdan qat'iy nazar, faqat nimasi tushishi kerak, dori bir-biriga to'g'ri keladigan dorilar bo'lish kerak. Shularga yantar, bo'r, temir shulardan berilsa qo'shib doimiy. Bu yil shunaqa ishlayapmiz. O'tgan yil ham qilganmiz, juda ham kamroq qilganmiz shunaqa. Bu yil boshidan boshqa yantarni, bo'rni, temirlarni kapilnidan oziqa berganda qo'shib beryapmiz. Mana fosfat beramizmi? Kalsiy selitra beramizmi? Kalsiy nitrat, magniy nitrat shularni berganimizda ham
hammasida qo'shib boramiz. O'zi eng zo'ri bizga mana fosfat kaliy Buyski firmaniki eng yaxshirog'i shu. Bizi ko'zimizga ishlayotgani, yaxshiroq yordam berayotgani o'sha dori. O'tgan yil pomidorda qo'llaganmiz. Pomidor ham zo'r bo'lgan. Pomidor kislarni baqvat qilib, ham hosiliga ham rosa yordam bergandi. Bolgarskilarimiz o'tgan yili ham xuddi shu 2 oyda terganmiz, lekin hosili bunaqa darajada bo'lmagan. Bitta hosili bo'lsa, tagidagi o'sha birinchi ertaroq gullaganlarni ikkinchilarini ham olmaganligimiz hisobiga o'tgan yili qotib qoldi hisob. Ancha qiynalganmiz. Keyin mana shu bolgarskilar katta bo'lgandan keyin olib tashlaganmiz. Baribir yulib tashlaganmiz, chunki siyoh rang bo'lib qoluvdi. Ko'pi mana shunda ham 3 ta, 6, 7, 8, 9 ta. Mana mashingacha bo'lsa 9 ta mana bilan 10 ta, 11 ta. Shuni o'zida ham hozir etapi bilan katta bo'ladigan bo'lsa 11 ta turibdi. Buyoqlar endi sekin-sekin ushlayib boryapti. Mana shu ozuqalarimizga har zamonida tenza kokteyldan ham qo'shyapmiz endi. Esimizga tushib qolganda qo'shyapmiz to'g'rog'i. O'tgan safar bergan ozuqamizga shu tenza kokteylda ham qo'shganmiz. Yara firmaniki 35 mingdan olganman 100 grammini. Kiloga 1 kiloligini optim olinadigan bo'lsa 300 ming ekan. Shu 50 ming raznicasi bor bo'lib berganning hisobiga. Kechqurun gradusda unaqa balandroq ushlay olmayapmiz. O'shaning uchun sal sekinroq. O'shanda ham yomon emas. Buni agar birinchi marta ko'rayotgan bo'lsanglar, kimdir agar endi doimiy kuzatuvchilarga emas, bu birinchi marta ko'rayotganlarga ishitda go'ng solingan. Mana tagi yumshoq mana. Sholini qipqi solingan, somon solingan. Go'ngi bor mana. Somonlar уже mana chirib, ancha qorayib, chirib nima qilib qopti. Tagida go'ngi bor. Bu yil shunaqa qilib ekkanmiz, o'tgan yil shunday ekkandik. Ham ozuqalarni ham kamaytirmayapmiz. Doimiy shu faqat cheres suvida. Hamma suvda bermaymiz. O'tgan mana kechaginda bergan ozuqamiz ham nechta tonna? 6 tonna atrofida bo'lgan. Suvi. Shu nimasi bilan, ozuqasi bilan 6 tonna atrofida suv berganmiz. Bir safar oddiy suv beramiz, bir safar dorili suv beramiz. Dorili suvni ham shu dozasini kuchliroq qilib beramiz. Shu har xil narsalardan qo'shib. Shuning uchun bir safar oddiy suv beramiz bemalol. Mana shu holatga keldi bugungi kunga kelib. Palaklari toza. Hamma joylarni aylanib chiqdim. Mor, un shudringi dedim. Shunaqa narsa tushmadim ekan deb, yo'q. Unaqa narsalari Xudoga shukr, yaxshi.